Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'da. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid. Yani hadislar to'plami nomli kitobining 5-tomi. Biz soat setiq bölümü ketib olgan kelgandan davomlashtiramiz. Şerikleşish, kepil bo'lish, go'riga qo'yish, ijaraga berish, vakolatchi bo'lish, pay qo'shish va tartiblish qatorliq masalalar. Buxariyning rivoyatida Zuhra ibn Ma'bad mundaq deydi. Babam Abdullah ibn Hisham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan kichik sahobalardan edi. Uning onasi Zaynab bint Umayd radhiyallohu anha uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga ilib berib, "Ey Rasululloh, bu o'g'limdan bayat olgan" deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Bu tek kichik ekan" degan ekan. Ondan uning beshini silab qo'yib barakat tilab duo qilgan ekan. Babam Abdullah ibn Hisham meni bozorga birga ilib chiqatdi ve açlık setib oladi. Uningga Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma bilan Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma uchrab qoladi ve bizni bu malingga shirik qilib olgan. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sana barakat tilab duo qilgan edi, deydi. Shuning bilan ularni shirik qiladi. Ba'zida bir to'ki paydo oladi ve uni ularning uyiga avatib beradi. Abu Davudning rivoyatida Sa'ib mundaq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelgan edim. Sahobalar meni maqtag'il turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Men uni sizlardan yaxshiroq bilaman" dedi. Men "Ota-onam san fido bo'lsin. Rost aytding. Men sening sheriking edim. Sen ajabmi yaxshi sherik eding. Birer ishdan to'smayding va hech kim bilan jidal qilmayding" dedim. Abu Davudning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Bir adam 10 tilla qarz berib turgan qarzlarning orqaga kirib olib, "Sen pulumni bermegicha yoki biror kepil deb bermegicha men sendan hargiz ayrilmayman" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u qarz kepil bo'ldi. Qarzdor va'da qilgan vaqt to'shqanda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Bu oltinlarni qayerdan topding" deb so'radi. U "Kandan" deb javob bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Bu oltinlaringga bizning ehtiyojimiz yo'q, chunki uningda yaxshilik yo'q" dedi va uning qarzini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi to'ladi. Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Go'riga qo'yilgan uloqni chiqimiga tushliq minishga bo'ladi. Go'riga qo'yilgan sig'in hayvonni chiqimiga tushliq sig'ib ichishga bo'ladi. Chiqimini ulog'ini mingan va sutni ichgan kishi ko'taradi." Razinning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Go'riga qo'yilgan narsa go'riga qo'ygan kishiningdir. U narsaning kirimimi, chiqimimi uning oid bo'ladi." Malikning rivoyatida Musayyibda rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Go'riga qo'yilgan narsani egasiga qaytarib bermay turishga bo'lmaydi." Imom Malik buni tushuntirib mundaq deydi: Bir odam bir narsani boshqa bir odamning yanida go'riga qo'yib qo'ydi. Go'riga qo'yilgan narsa algan narsadan ortiqdir. Go'riga qo'yg'ichi go'riga qo'yilg'ichiga "Sening haqqingni palon vaqtgacha elib kelasam, go'riga qo'ygan narsani menga qaytarib berasan. Shu vaqtgacha elib kelolmasam, go'riga qo'ygan narsa sening bo'lsin" deydi. Bundaq qilish to'g'ri emas, ham halol bo'lmaydi. Bundaq qilish shariat cheklangan. Agar go'riga qo'yilgan molning egasi belgilgan vaqtdan keyin bo'lsa-mu, go'riga qo'yilgan odamning haqqini elib kelsa, go'riga qo'ygan molni qaytarib oladi va iliq shart inovatsiz bo'ladi. Buxariyning rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sautini bir yahudiga go'riga qo'yib, uningdan oshliq setib olgan edi. Ibn Majah ve Tabrani'nin Al-Awsat'taki rivayetinde Abdullah ibn Ömer radhiyallahu anhuma'da rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "İşletken adamның haqqını onun tari qo'rmasdan burun beringlar." Tirmizining rivoyatida Urva Bariqi radhiyallahu anhu mundaq deydi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir qo'y setilish uchun menga bir tilla berdi. Men u pulga 2 qo'y setib oldim. Andan bir qo'yni bir tilloq setib, yana bir qo'y bilan bir tilla pulni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga olib berdim va bo'lib o'tgan ishni uning so'zlab berdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Alloh tijoratingga barakat bersin" dedi. Shuningdan keyin men Kufa shahrining Kunasa mahallasida o'ltiraqlashib qoldim va tijorat qilib nihoyat jiq foyda oldim. Keyinchi men Kufa aholisining eng boy kishilaridan biri bo'lib qoldim.
Malikning rivoyatida Zayd ibn Aslam otasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning ikki o'g'li Abdullah bilan Ubaydullah Iroqqa yurish qilgan bir qo'shin bilan birga chiqqan edi. U ikkisi qaytib kelib o'tib, Abu Musa Ash'ari bilan ko'rishib o'tdi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu shu chaqda Basraning amri bo'lib, u ikkisini qizg'in qarshi oldi. İşlerini qulaylashtirib berdi va "Kashki sizlarga foyda yetkazadigan biror ish mening qo'limdan kelsa edi, albatta qilatdim" dedi. Ondan hozir qo'limda Amirul Mu'mininga avatish tegishlik davlat xazinasiga oid pul mol bor. Men uni sizlarga beray. Sizlar uningga Iroqning mollaridan sotib olib, ondan Madinaga olib setinglar va Amirul Mu'mininga asli pul molni bersanglar bo'ladi. Tijoratdan chiqqan foyda sizlarning bo'ladi dedi. U ikkisi shunday qilsak ajab yaxshi bo'lgandek deyishdi. Shunday qilib Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu deganini qildi va Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga u ikkisidan avatgan asli pul molni topshirilishini tablab xat yozdi. U ikkisi Madinaga kelib akelgan mollarini setib nurg'un foyda oldi va ayliq amonat pul molni Umar radhiyallohu anhu topshirib bergan chaqda Umar radhiyallohu anhu Abu Musa Ash'ari qo'shindikilarning hammasiga sizlarga pul berib turganda pul berib turdimi deb so'raganda ular yo'q deyishdi. Shuning bilan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu demak Abu Musa Ash'ari Amirul Mu'mininning ikki o'g'liga pul berib turdi. Qani u bergan pul molni va olgan foydalarni topshiringlar dedi. Bundan olgan Abdullah shuk turdi. Ammo Ubaydullah gap qilib, "Ey Amirul Mu'minin, sening bunda qilishing to'g'ri emas. Navod bu pul mol kamlab ketgan yaksiyan ushirgan bo'lsa, biz uni albatta to'laydik" dedi. Umar radhiyallohu anhu yana, "Qani, hamma topshiringlar" dedi. Abdullah yana shuk turdi. Ammo Ubaydullah uning bilan takallashdi. Shu asnoda Umar radhiyallohu anhu ning maslahatchilaridan biri, "Ey Amirul Mu'minin, uni foydaga o'rvatsan bo'ptikan" dedi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu uni "Ey Amirul Mu'minin, uni payga o'rvatsan bo'ptikan" dedi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu uni payga aylantirib o'tdi va asl dasmoyi pul bilan paydining yarmini oldi. Uning ikki o'g'li Abdullah bilan Ubaydullah paydining qolgan yarmini oldi. Muslimning rivoyatida Hisham ibn Urva otasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Arva binti Uvays ismli ayol ziminining bir qismini Said ibn Zayd radhiyallohu anhu ning ilib olganligini da'vo qilib, uni Marvan ibn Akamga chiqib borgan edi. Said ibn Zayd radhiyallohu anhu "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bu vaqtda hadis anglagandan keyin uning ziminini ilib olamanmi?" dedi. Marvan "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan nima anglading?" deb so'radi. Said ibn Zayd radhiyallohu anhu "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kimki bir g'irit chog'liq ziminni naq egallab olsa, uning bo'yniga 7 qat ziminga taqoq salinadi deganligini anglagan edim" dedi. Marvan uningga "Men bu hadisni anglagandan keyin sendan pok talab qilmayman. Ey Alloh, agar u ayol yolg'on aytgan bo'lsa, uning ko'zini ko'r qilib o'tgan va jinni o'z ziminda olgan" deb beddua qildi. Rost degandekla u ayol dastlab ko'rmas bo'lib qoldi, keyin o'z ziminda ketib o'tib, bir o'g'liga yiqilib tushib, bir o'g'riga yiqilib tushib o'ldi. Buxoriyning rivoyatida Salim otasi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki biror ziminni naq egilib olsa, qiyomat kuni 7 qat ziminning ostigacha yuttiriladi." İmam Ahmedning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahobalari bir ayolning uyining yonida o'tgan edi. Ular qaytib kelguncha u ayol bir qo'yni ularga atab so'yib, tomoq tayyorlab turdi. Ular qaytib kelganda: "Ey Rasululloh, biz sizlarga tomoq tayyorlagan edik. Uyga kirib tomoq yepmanglar" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahobalari u ayolning uyiga kirdi. Bir ishni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshlamoqcha, sahobalar boshlamaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam go'shtdan bir luqma ilib og'ziga solgan edi, yutolmadi. Shuning bilan u "Bu qo'y egisining iznisiz so'yilibdi" degan edi. U ayol: "Ey Allohning payg'ambari, biz Said ibn Muazning oilasidagilar bilan sening mening deyishmaymiz. Ularmi biz bilan sening mening deyishmaydi. Biz ularning narsalarini elib ishiltimiz, ularmi bizning narsalarimizni elib ishiltidi" dedi.